Bu Skyblock kartasi. Mana u qanday ko'rinadi. Bir qarashda oddiy, lekin bu Skyblock kartasi yer orbitasida joylashgan. Siz bu videoni ancha kutdingiz va bu video chiqdi. Agar bizning maqsadimiz esa Ender Dragon portaliga borib, Nether portalini ochish. Qani ko'ramiz. Nether portal ham, Ed portal ham ochilarmikan? Videoni ko'rishingiz uchun videoni oxirigacha ko'ring. Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana Epic Play. Siz anchadan beri video nega chiqazmayapsiz deyapsiz. Mana do'stlar, video chiqazdim. Chunki men sababi bilan oz muddatga dam olishga yetgandim. Xo'sh do'stlar, bugun mana Skyblock kartasidamiz. Bugungi bizning maqsadimiz Earth portaliga tushib Nether portali yoqish. Qani ko'ramiz, Earth portali ham yonarmikan. Qani ketdik do'stlar unda. Xo'sh, birinchi o'rinda har doim Minecraftda qilinadigan ish daraxt chopish. Mana chopamiz. Tushunmadim ham, o'nglarsan bulut ekan. Sur do'stlar. Anchadan beri video chiqazmayotgan sababim, anchadan beri men dam olishga ketgan edim. Daraxt chopamiz va mana buni ham chopib olamiz. Hop. Sandiq tushunmadim. Do'stlar, qayerdan bu sandiq kelishi mumkin? Qani ochib ko'raylik-chi. Bo'ldi, tushundim men. Bu Minecraft kartasida, Skyblock kartasida, ya'ni bizga sandiq berildi. Ya'ni biz hozir nima qilish kerakligini aytib o'taman. Biz nima deydi? Tosh generatorini yasash kerak. Mana bu yerlar siz oddiy survival rejimdagi yer deb o'ylaysiz. Yo'q, unday emas. Nega yerga qo'ydim? Hop. Yo'q qilamiz. Uzr do'stlar, yangi versiyada o'yna olmayman chunki telefonni almashtirgandim. Xo'sh, endi versiya sandiq oldiga qo'yamiz. Bugungi birinchi qismida qiladigan maqsadimiz kattakon uy yasash. Hozirda biz 40 olamiz. Nima bu yerda zinapoya qursak, uchtalik qilamiz-da. Ko'mir yaxshi. Yo, WhatsApp. Neger. Temir chiqdi. Nima edi hozir? Mana chiqiydi. Endi biz darrov toshli 40 ga o'tamiz. To'xtang do'stlar, nima ko'lib o'tirmayapti. Loq qilamiz. Qilamiz-da. Ochib. Yotoqda 4 talik bo'lardi, adashmasam, 4 talik. Versiyaga ham ketmasa bo'ldi, hop. Ko'mir qazib olamiz. Hop, temir chiqdi, mayli. Bo'tga suv quysak, bo'tga adashmasam lavani qo'yamiz. Va bizda tosh paydo bo'ladi. Endi menimcha varonka qo'yish kerak. Varonka nimada yasaladi deb o'ylaysiz? Albatta temirdan hozir biz temir yasashimiz kerak. Noildan fakkel yasangiz do'stlar. Qani fakkel mana 4 dona yetar bizga. Temir bir 7 ta kerak yo'q bizga temir. Do'stlar, qanaqadir g'alati emasmi? Darrov temir chiqishi. Bu mana yana temir. Bundoq qilamiz.
Mana 20 ta dona tosh ham bor. Ko'mir menga kerak. Dona bemalol yetadi. Chiqamiz. Bu yerda endi pechkani olamiz-da. Hop, do'stlar, men sizlarga ko'mir ferma qanday qurishni o'rgataman hozir. Bundan oldin ba'zan sizlar kattalashtirishimiz kerak. Yer orbitasini qaranglar, chiroyligini do'stlar. Hop. Endi temir pishyapti. Bu 3 dona temir, bundan oldin biz temir qirqa yasaymiz. Mana bu qirqalarni esa solib qo'yamiz, chunki bizga kerak emas. Mana bu paqir ham. Hop. Mana yana temir ekandi. Nima qilamiz? Yana temir bormikin? Hop. Iloji boricha pastroq tushishga harakat qilamiz do'stlar. Qum bu yerda nima qilyapti do'stlar? Yer tagida qumga nima bor? Mana bir tarafda yaxshi bo'ldi qum tushgani. Biz bu yerdan biz chiqib olaylik-da. Qilamiz. Hamma sinirib tashlaymiz. Meni bemalol yo'l chiqish uchun. Hop. Voy. Hozir. Ozgina ba'zan bir blok bo'lsa ham kattalashtirib olaylik do'stlar. Hop. Do'stlar, aytgancha menga har xil challengelar bersangiz, bajarishga harakat qilaman. Faqat siz obunani bekor qilmasangiz bo'ldi do'stlar. Nega ovozing o'zgarib qoldi desangiz, bir odam katta bo'lgan ovozi o'zgaradi, shuning uchun ovozim shunaqa bo'lib qoldi do'stlar, xafa bo'lmaysizlar. Hop, mana. Ozgina bo'lsa ham kattalashtirib oldik, qo'rqib ketdim-man. Yana temir eritishga qo'yamiz. Undan oldin bizga ko'mir tugab qolsa, ko'mir ferma qurib olishimiz kerak. Hop, endi menga bitta sandiq, ikkita varanka kerak bo'ladi. Ay. Temir qo'lash, to'xtay. Men lopata yasashim kerak, lopata. Lopata nimaga deysizlar? Pastga qumni kovlash uchun. Qo'rqib ketdim-man. Qani bu yerda olmos ham chiqazmikan do'stlar? Olmos topsak, uy qurishimiz kerak. Hozir bugungi birinchi qismidan maqsad uy qurish. Buncha qum ko'p. Des. Qum.
Endi biz tepaga qanaqa chiqamiz? Bundoq, bundoq. Chiqib keturamiz, bizga farqi yo'q do'stlar, faqat somon urug'i. Men ovqat qatta olaman endi. Voy. Hayvonlar bir mayli. Ha. Chakisi temir bo'libdi bizga hozir. Varanka kerak. Mana varanka. Qo'yamiz. Endi sizlarga bitta texnologiyani ko'rsataman. Hop do'stlar, endi biz uy qurishimiz kerak. Uy uchun bitta kattaroq baza yasaymiz. Bir, 2, 3, 4. Tosh вообще yo'q. Mayli do'stlar. İşte blok bo'ldi. 1, 2, 3, 4. Qani qo'ylar ham paydo bo'larmikin bu yerda? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mana. Qo'ylar paydo bo'larmikin, qiziq. Mayli do'stlar. Ha. Kech bo'lganda biz ishlayveramiz, chunki bizga farqi yo'q. Maxluqlar paydo bo'lmasligi uchun mana bu yoritib qo'yamiz. Redstone'ga nima bor? Do'stlar, yomon xabar bor. Bu yerda уже lava paydo bo'ldi. Yana bizga katta xavf. Mayli, nima qilardik? Su. Su qayerdan chiqdi endi? Suvga nima bor do'stlar? Fakkelim ham yo'qoldi. Hop, endi hammasi kala olishimiz kerak. Bu kartamiz butunlay yo'q qo'ramiz. Yo'q, qum. Hop, qanday bo'lmasin bugungi videoyimizda biz bola patamsin deyman. Tepaga chiqaylik. Biz endi tosh quvlashimiz kerak. Tosh nimaga deysizlar? O'qish kerak. Yaxshilab ko'pgina bir stak tosh yetib qolar. Nima deysizlar do'stlar? Kommentariyaga albatta fikringizni yozing. Temir chiqdi ana.
Video yoqayotgan bo'lsak, like va obuna. Bu video ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz, hozir do'stlar, meni kamida 70% ko'p odamlar obunasi kuzatar ekan. Do'stlar, sizlar endi obuna bo'lib qo'yinglar. Qani 3170 ta bo'lsa, hozir 4000 ta 3400 ta bo'linglar do'stlar. Ikkinchi qismi chiqadi. Agar ikkinchi qismini xohlasanglar, Lucky Blockga, Skyblock ya'ni. Ha. Qo'llashni davom ettiramiz. Menimcha bir stack yetmaydi do'stlar, 100%. Yana bilmadim. Hop, endi tepaga chiqamiz. Uy qurilishini davom etamiz. Ne? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10. Aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Endi bu yo'lni polniy to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bizga men Skyblock telefonimni o'rnatishni o'qigandim. Menga anaqani berish kerak hozir 1 daqiqa do'stlar. Uzr do'stlar, dadam qilib qoldilar. Hop. Ozgina qoldi, mana to'ldirib chiqsak. Ozgina yoritmasa hech narsa ko'rmayapti do'stlar. Hop. Do'stlar, to'ldirib bo'lgandan so'ng xabar ber. Mana do'stlar, men uyim ham qilib bo'ldim. Ha, sizlarga ham ko'rsatmoqchi edim, lekin kadrga yozilmay qolibdi, afsus. Mana bu yerlarni to'ldirib chiqsam, oyna qo'yaman bu yerga. Qaniydi qo'y paydo bo'lmayapti-da yo'tog'iga do'stlar. Do'stlar, bu video nihoyasiga yetyapti. Hamma do'stlar, endi eshik yasashimiz kerak va shu bilan videomiz tugaydi hozir. Bu daraxt ham o'sib ketibdi, yaxshi. To'xtang. Men tapor yasamoqchiman. Hop, endi menga tapor. Mayli. Noligan bo'laverdi. Ha. Daraxt chopamiz. Baland daraxt bo'libdi o'zi. Hop. Endi eshik yasaymiz. Bunday va bunday. Mana uyimiz ham tayyor. Mayli do'stlar, kelgan qismlarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.